Xullas qarindoshlar, menda echkin marrojniy qilib beradigan patnischa bor ekanda. Ustiga sut va o'zingiz xohlagan mevani solib shunday qiladigan bo'lsanglar, marrojniy bo'lar ekan. Buni qaranglar osonligini. Endi esa biz buni biz g'atimda buni sinab ko'rish kerak deb turib, qarindoshingiz imенно o'sha marrojniy qiladigan patnischani yap-yashil rangidan Xitoydan zakaz berdim qarindoshlar. Korobkasidan ochishim bilan birinchi qiladigan ishim morosilkaga solib qo'yish bo'ldi. Ana undan keyin qaysi mevalardan marrojniy qilishimiz haqida bir o'ylab ko'ring-a. O'sa bo'lsin bir neobichniy marrojniy bo'lsin deb gilos bilan avokadodan marrojniy qilib ko'rmoqchiman qarindoshlar. Bir kundan keyin morosilkadan patnischamizni oldim, ustiga mevalarni soldim. Patnisning ichidan chiqqan bunday echkin qoshiqlari bilan mevalarni shunday qilib ezishni boshladim qarindoshlar. Bu qarindoshimiz bir kun atravleniya bo'lib qolmasa bo'ldi-ya deb o'ylayotgan bo'lsanglar kerak-a. Tez chopmasanglar teyi muzlab qolar ekan qarindoshlar. Ustini shunaqa tekislab, usti ham tegi ham bir xil qotishi uchun morosilkaga qaytib 5 minutga jo'natdim. Va nihoyat gilos bilan avokadodan tayyorlangan marrojniyimiz tayyor bo'ldi. Patnischani tegi qanaqa muzlatyapti deydigan bo'lsanglar qarindoshlar, patnis tegi suv bilan to'ldirilgan. Endi esa eng asosiy joy, ya'ni degustation joyi qarindoshlar, avokado va gilosdan qilingan marrojniyimiz menga shunaqangi yoqdi. Bir neobichniy maza bo'lar ekan shu desanglar. Xullas qarindoshlar, shu va shunga o'xshagan neobichniy mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizni 2 kunlik bepul darslik kutmoqda. Profilim shapkasidagi aynan mana shu link orqali bepul darslikka marhamat qarindoshlar.